Samarqand iqtisodiyot va servis institutida viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mutaxassislari tomonidan kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga chuqur kirib borar ekan, internet makonida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish, aholining, ayniqsa yoshlarning axborot xavfsizligini ta'minlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu maqsadda boshqarma xodimlari talabalar uchun kiber jinoyatchilikning keng tarqalgan turlari, ularning oqibatlari, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning zamonaviy usullari haqida atroflicha ma'lumotlar berishdi. Xususan, yolg'on havolalar orqali amalga oshiriladigan kiber hujumlar, firibgarlarning shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish usullari, zararli dasturlarni tarqatish mexanizmlari hamda raqamli firibgarlikning turli ko'rinishlari haqida tushuntirishlar berildi. Suhbat davomida kiber jinoyatni oldini olish, undan o'zimizni qanaqa himoya qilishimiz, mabodo kiber hujumga uchraydigan bo'lsak, buning oqibatida kimga qay shaklda murojaat qilish, kiber jinoyatchilar tomonidan yuborilayotgan turli xil notanish havolaga kirmaslik yoki Telegram orqali jo'natilayotgan app fayllarga ochmaslik, tekshirish yoki notanish raqamlardan yuborilayotgan SMS-larga javob bermaslik va ularni o'z vaqtida o'chirib tashlash yoki tegishli organ xodimlariga xabar qilish, shu va boshqa ma'lumotlarga bugungi davr sifatida ega bo'ldik. Tadbirda shuningdek, mutaxassislar tomonidan talablarga internetda o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, noma'lum manbalardan kelgan xabarlar va havolalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, 2 bosqichli himoya tizimidan foydalanish kabi tavsiyalar berildi.